mana tillalar tushirib ketdi. Qarang brilliantlarga. Voy tillarni ko'ryapsizmi? Chiroyligini amakijon. Bilasizmi? Ha. Mana bu hozir ichaklardan tushibdi. Amakimiz uyda qilganlar. Bizning mana shu amakim chiroyli mana qarang mana. Mana shu doktorimizdan bergan tavsiyalari bilan hamma ishlarni amalga oshirdim. Mana shu toshlar tushdi. Necha kilo ozdingiz aytgani buni ham? 22 kilo ozdim. 92 kilo edim, 70 kilo bo'ldim. Ana, hozir 20 kilo ozib, terlari yumshoq, silliq yosh yigitlardek bo'libdi. Endi nasib bo'lsa ozgina mana videoni o'qibdi, haliga qisib turgan joylar ularni olamiz. Lekin tanada qanday o'zgarishlar bo'ldi degan amakijon? O'zgarishlar bo'ldim, yengil his qilyapman. Charchamayapman, yuraman bemalol. Avval yurolmasdim. Mana shu ushlab qotib qolardi. Bu amakimiz men endi ko'rib turibman. Birinchi bu degani uyda davolangan. Shu ichkarida doktor uyg'otsin degani shu. Ya'ni ichkarida doktor uyg'ongandan keyin mana shunaqa narsa bo'ladi. Odamlarga aytgan narsamiz shuki, ichingizda doktor borligi yolg'on emas, u haqiqat. Faqat mana shu ishlatib kelgan mana shu amakimiz. Lekin amakimiz oldin insult olganlar bitgan, keyin yurakka stent qo'ydirib qo'yganlar, infarkt olgan. Insultdan 2 marta infarkt olmagan. Lekin ichaklari tozalamagan oldin. O'shaning uchun men hali odamlarga aytamanki, birinchi ichakni ichki organni ishlatib qo'ysangiz, ichkaringizda doktor ishlatsangiz, insult, infarkt osoncha bo'lmaydi tana. Lekin ko'pchilik buni ishlatmay yuradi. Mana hozir amakimiz bizni aytganlar qilib, mana kecha tillalar tushiryapti. Shunday bo'ladi. Tillarni bizga ham berasizki. Bo'ldi. Bo'lajak. Alloh xayr avvalroq bilganimda, agar shularda avvalroq bilganimda shu muolaja qilgan, sen qo'ydirmagan bo'lardi. Ay, mayli, oldin bitta narsa siz ham qilishingiz kerak, davom ettirishingiz kerak, yoki bo'lmasa nafsingiz bilan kurashishingiz kerak. Amakim nafsi bilan kurashgan. Non yemayapman. Ha, yashang. Qarang, ko'pchilik odamlar ovqatda haliga qiynalyapti-da. Men qancha ovqat qildingiz amakim? Har kuzda. Men masalan faqat men tovuq sho'rva ichaman, non yemayman, 4 oy bo'ldi. Mana shu doktor Shermat tavsiyalariga amal qilaman. Qarang, oldin non yemaganiga yegan amakim bilan yemagan amakim nima farqi bor? Endi farqi katta. Men avval yurishim ham qiyin edi, bayroq. Davlanim tez-tez oshadi. Davlanim ham oshmayapti. Ana, yo'q davlanim. Qarang, quvvat qanaqa bo'ldi? Oldin quvvat qanaqa, hozir quvvat qanaqa bo'ldi? Quvvatim yaxshi. O'sha abidgacha ovqat yeyman, abiddan keyin ovqat yeyman. Bu ana. Demak, oldin bilan zo'rsiz. Zo'rman. Qarang, ko'pchilik odamlar ko'p ovqat yeyishda emas masala. Hozir to'g'ri sifatli ovqat yeyishda. Eng asosiy narsa bizda ichki doktorimiz o'ldiradigan bu ovqat. Bu yog', bu xamir, bu kechqurungi ovqatlar.